Ya Allah, 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 ya. Xo'jintoq tarafning yezib chiqqan sahna asr bo'yicha Xitoylar yo'qolsin manglarcham deb ko'chiq patmay mangan namoyishi bilan rolni nihoyat yaxshi oldi. Aziz qardoshlar, mush yerga kelganda so'zimni nereden boshlashni bilmadim. Ko'p to'xtalib, ko'p o'ylanib, oxiri hammani ichimga yutib etdim. Nima uchun? Yana jutib o'tay. Bugun insonlar qarasak, bular xuddi rahimsizlik va yuzsizlikda basishayotgandek. Shuningga binoan Vanglocha yo'qolsin deb ko'chiq patmay mangan Xitoylardan Vanglocha sizlarga nima ish qildi degan savolni so'rg'im keldi. Vanglocha sizlarga nima ish qildi? Sizlarga terg'u yerning eng yaxshisini bermadimi? Sizlarga eng yaxshi xizmat o'rni yaratib bermadimi? Mayli tijorat maydoni va yoki eng yaxshi mashinalar sizlarning bo'lmadimi? Balanglarni balsidek, dadanglarni dadisidek ko'rmadimi? Hatto Urumchi voqeasida titrab ketganliklaringiz uchun Vanglocha markazning buyrug'iga bo'ysunmay qo'linglarga qurol to'qmoq qilib ko'chaga chiqib ko'rganlikka uyg'urni urib o'ltirish kuch kiritib, yurtlarni yo'g'antib qo'ymadimi? Xitoy o'sishini intayin murakkab va ziddiyatidir. Xitoy o'z farzandlarini kichigidan tortib yuzsiz, rahimsiz bo'lish odatlarini tarbiyalamdi desak, hargiz unday emas. Xitoy emas, balki har qanday millatning o'z farzandlarini bunday ruhiy holatda tarbiyalamaydi. Xitoylarmi farzandlarini kichigidan tortib vafodor, sadoqatli va boshqalarning yaxshiligini amal bilan qaytarish qiziqtirib tarbiyalaydi. Shundaqla bu yerda ozroq shoxlaymiz. Bir millat yana bir millat ustidan hukmronlik qilmoqchi yoki tushunmoqchi bo'lsa, oldi bilan shu millatning kimligiga qaraydi. Agar bu kishi o'zini musulmon desa, musulmonni tushunish uchun shu musulmonlarning Qur'on va sunnatiga qaraydi. Ham shuni tadqiq qiladi. Agar bu musulmon o'zini musulmon dediyu, uningda islomga yot aroq ichish, namoz ibodatlarni qilmaslikdek holatni ko'rsa, o'zini islomga nisbat berguchi bu shaxs o'zini islomga nisbat berguchi bu shaxs nima uchun shu islomga yot ishlarni qiladi? Buning sababi nima deb shuning aloqador sharoitlarga nazar og'dirdi. Agar bir xristian o'zini xristianga nisbat berdi, lekin har qanday bir tadqiqot shuni biladiki, bu xristian dini Allohning har qanday bir xristian davlatining qonun chiqarish nizomidan isqib chiqarilgan. Ammo davlatning xristian dini bilan boshqarilgan tuzum qachon amaldan qoldirildi? Bununla aloqador bo'lgan omillar qaysi deb shuningga doir tarixiy arxiv ko'rinishdan tadqiq qildi. Ham bugungi xristian g'arb ellarining xristian dinini davlatni boshqarishdan siqib chiqarib, aql va tajriba ilmini iloq qilinishi Parij inqilobidan boshlanganda shu xalqni qandoq tekshirishga o'tdi. Agar bu shaxs hindi dini e'tiqodchisi bo'lsa, tadqiqotchilar biladiki, bu hindi dinining tarmoqlari intayin ko'p va murakkab. Shundaqla bu dinning asosiy ko'z qarashlaridan inson o'lsa shu kishining ruhi izchil ko'chidi. Shunga odam manganda chumila qo'ng'izlarga dastlab qilishni ehtiyot qilish kerak. Chunki shu chumila qo'ng'izlar hayot yashayotgan kishining o'lib ketgan ota-onasi yoki cho'ndada ajdodlar bo'lib qolishi mumkin. Shunga bu hindi dini e'tiqodchisi chumila qo'ng'izlarga dastashdek qonuni muqaddas bilishga o'xshash aqidaga xilof ishlarni qilsa, tadqiqotchilar shuni qattiq izlanadi. Shuningdek bizni tadqiq qilmoqchi bo'lganlar bizni Qur'on sunnat bilan qarash bilan birga bizda o'lmas asar deb atalgan turk tillar divani va Qutadg'i bilikdek kitoblarimizni qaraydi. Shundaqla Xitoyni tadqiq qilmoqchi bo'lganlar, mayli bular buddist bo'lsin, yoki xristianlar bo'lsin va yoki kommunistlar bo'lsin, bularni asliga qaytarib, bulardagi cho'ng kichik hammasi o'qiydigan 3 podsho, Suboyda, Qizaloq, Chush qatorli kitoblarga qaraydi. Mana bu kitoblar qulluq shumliqqa keng o'rin berish bilan birga vafodorlikka, sadoqatmanlikka o'rin berilgan. Shundaq bularda shonyan bukan shuyxu, loli bukan sango degan tamsil bor. Ya'ni yoshlar suv bo'yidani ko'rmasin, cho'nglar 3 podshohni ko'rmasin. Bu tamsildagi maqsad yoshlar suv bo'yidagi mardlik, o'g'ilbozchilikdan ta'sirlanib, uni xato joyga shitib qo'yishni ansiraydi. Cho'nglarning 3 podshohdagi qulluq shumliqdan nasib olib, qiyirgan chig'ida texmbek makkalashib ketishini ansiraydi. Mana bular 3 podshoh haqida qissa degan kitobdagi mashhur sarkarda Guanyuning vafodor, sadoqatman xislatini o'zlariga singdirish uchun uning butini yasab o'ldirib qo'ydi. Bu Guanyu Liubi bilan qo'l berishib oqib bo'lishgan. Keyin Sauso Guanyuni qo'lga keltirish uchun uningga ko'p tartiq hadiyalarni inom qilib,
uni o'ziga intan yaqin tutadi va uni ko'p e'tiborlaydi. Yani shundaqdimi Guanyu bundaq so'g'salan va martivalarga ko'z yugurtmasdan har doim qiyinlishi Liubining izderkini alg'ash va har doim o'z vaqtida qo'l berib akuku bo'lishgan vaqtlarni aslab ko'z yosh qilib oxiri Saosovni ayrilib Liubining qishiga ketadi. Keyin Xitoy zimini Saosov, Sunchuan va Liubin iborat 3 podshohga bo'lingandan keyin Saosov Sunchuanga qarshi harbiy yurish qilib, Chibida qattiq qiynalgandan keyin qolgan askarlarni ilib Liubi tavallikdagi ziminlardan chekinadi. Mushu chekinish jarayonida Liubining mushaviri Jo'galiyaning qo'ygan bo'ktirmalarda o'xshamagan darajada talafot yeb, oxiri bir tog'ning bag'riga yetib kelganda atrofga bir nazar solgandan keyin agar mushu o'ringa bo'ktirma qo'yilgan bo'lsa, hammani tugishar ekanmiz deb turishiga atrofda doqdinboq varanchilik ovozlarida bo'ktirmalar hammasi o'zini oshkorlaydi. Saosov endi tugashdim deb o'zini muasirga olgan qo'shin sarkarisining Guanyu ishkanligini ko'rganda uningga o'z vaqtidagi do'stlikni eslatadi. Guanyu Saosovning o'z vaqtida o'zi qilgan yaxshiliklari va iltifotlarini bir qur eslagandan keyin o'zining mushu pistirmida Saosovni qo'yib olsa harbiy jazoga uchraydiganini bilib turib, yaxshilik yuzidan yo'lni Saosovga bo'shatib berdi. Yani bu kitapning o'zida botirlikda birinchi o'rinda turadigan nomi 4 atrof pur ketgan Liubo ismli bir sarkarda kech-kunduzlik jang jarayonida qattiq charchab ketganligidan naysi qo'lida turuk yo'langan holda uxlab qolgan vaqtida nafarlar tarafidan tuyuqsiz bog'lanib Liuboga topshirib berdi. Liubo boshqa raqiblariga qaraganda xili ojiz hem batur sarkarlarga shundoq muhtoj turug'liq bo'libmi Liubodek hamiz qo'rqadigan sarkarlarning taslimnomasini rad qilib mushovirlarning maslahati bilan uni o'limga hukm qilib o'tadi. Nima uchun? Bu Liubo shundoq chavandoz bo'lish bilan birga yuzsizlik takror ko'rilgan. Buning hech kim qabul qila olmaydigan yuzsizligi o'zini shuncha hurmatlab tortib berib, ham uni o'ziga bal qilib olib, og'zidan chiqqanini qilib berish bilan doim uni o'ziga hamroh qilib yuradigan Xitoy 3 podshoh bo'linishidan ilgari eng kuchli hisoblanadigan xonni qirtaq qo'yilgan bir qizval sababidan chip o'ltirdi. Shunga bigi tarafidan hech kim ko'ringan iltifotni ko'rib, oxirida o'z bigiga qil turgan bundoq yuzsiz sarkarda hargizmi uningdan to'van turadigan bekka sadoqatmalik ko'rsatilmaydi. Vaqti kelsa buningga yuzsizlik qilib deb taslimnomasini rad qilib bo'yni qilich urdi. Yana o'z g'o'jilardan ko'p ikrom ko'rgan Veyan degan mashhur bir sang'un g'o'jilarga yuzsizlik qilib Jo'galiyanga al bo'lib keladi. Jo'galiyan buni o'limga bo'yildi. Atrofdagilar o'limning sababini so'raganda, uning bosh tarafidagi aloyidarak bir sunakni ishora qilib, bundoq kishi yuzsiz bo'ladi deb atrofdagilarga tushuncha berdi. Lekin atrofdagilar Jo'galiyanda uni o'ltirmaslikka tashabbus qilib, uning qinini so'radi. Kitobda Jo'galiyan noit farosat va tadbirlik suratlandi. Bundaq tadbirlik sanalgan bir odamning boshunga qarabdan qoyillarcha bundaq odam yuzsiz keladi deb baho berishi masalani inchiqlik bilan hal qilishdagi ustalikdir. Agar taslim bo'lib kelgan har bir sanğunni g'o'jidaring sana shundoq iltifot ko'rsatsimi, yuzsizlik qilib keldingmi deb o'ltirgili yoki jazo bergin tursa, atrofdagi nechilning yoki taslim bo'lib sadoqatmalik ko'rsatayotgan sanğunlarga shubha tushirib, ularni beyaram qildi. Taslim bo'lganlarning tigitakini so'shtirmay, qalayimqon qabul qilaversa, tabiatiga yuzsizlik singib ketgan ba'zan sanğunlarning xarakteri atrofdagilarga o'tib kelgusidagi qalayimqonlarchilikning piltisini yiqib o'tadi. Shunga bularning an'anaviy kitoblarida taslim masalasida ko'z qarash farqli bo'lgan. Taslim bo'lgan taraf yoki sanğun o'z g'o'jidorining qanchaki iltifotini ko'rib turibmi, uni o'ltirib turish yoki takror birdan buning xizmat qilgan kishi yo'q, yuzsiz kishi bo'lsa, buni o'ltirish yoki ishlatgan taqdirda qattiq ehtiyot yo'lini tutish. Yana birisi taslim bo'lgan yoki urushda qo'lga tushgan sanğun burun o'z g'o'jidor tarafidan chatqi qilgan va jazo uchirgan bo'lsa-mu, yuz o'rmasdan sadoqatmanlik bilan issiq sovuqdimi mo'rni tirab turgan birisi bo'lsa, bundoq kishini amal bor o'ziga tortishga va tirik asir elib bo'lsa-mu qo'lga keltirishga tirishgan. Qachonki bu sanğun qanoat bilan o'ziga qaytilganda bundoq vafodor sanğunni intan atvolga va gumon qilmagan. Shu sababdan tadbir egalari va mushovirlar maqsadini yo'shin tutishga qattiq tirishish bilan birga atrofdagi sanğunlarni yurkitib qo'yishdan qattiq ehtiyot qilmoqliq. Chunki tadbir egalari bilib yetalaydigan nuqtalarni davomli jang bilan shug'ullangan sanğunlar atrofda bilolmaydi. Shunga o'z g'o'jidoridan shunchalik iltifotlarni ko'rib turibmi, uningga osiylik qilib Jo'galiyan taslim bo'lgan bu Veyan
boshqalarning origa tushishi bilan o'limdan qutulib qolgan bo'lsa-mu, Jugalan buningdan har vaqt ehtiyot qiladi. Hatto o'lish oldida agar beshinglarga ig'ir kun kelganda buni ichinglarda bir nechta pitik qo'yib ketadi. Darvaqa Jugalan qilib uzun o'tmay Veya yuzsizlik xarakteri bilan osiylik qilib podshohlik ishini zo'r darajada qolayimqalashtirib o'tadi. Mushavirlarning beshining ichi va teshimi gangrab nima ish qilishni bilolmay turganda Jugalanning o'lish oldidagi beshinglarga kun kelganda buni ichinglar degan so'z yadir kelib, yeliq pitikning birisini ochganda uning ichida Veyani o'ltirish belgisi yozilganini ko'rib, hammamiz xushalliqdan Veyani shu belgi bo'yicha o'ltirib, uning parakandachiligidan qutuldi. Mana yuqoriqilardan bizga shu ma'lum bo'ldiki, Xitoyning an'anaviy tarixi yuzsizlikni, vafosizlikni ta'riflaydigan tarix emas. Balki bularning tarixi xalqni vafodorlikqa, sadoqatmanlikka undaydi. Amsa Vanglachanning shunchalik iltifotini ko'rgan Xitoylar yo'qolsa Vanglachan deyish bilan birga Vanglachan ularga so'z qilish chiqqanda oyoqlarini silib uning qartib atadi. Vanglachan yo'qolsin deb ko'chaga chiqqan Xitoylar talay qitim psixologiya, falsafa kitobini o'qigan emasmidi? Mana bu yuzsizlikning manbasi zodi nada? Mana bularga qaytishdan burun biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning muruat, ya'ni odamgarchilik xususiyatiga to'xtalamiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke, Taif ve başka yerlerde dinni yetkizish jarayonida qattiq azor kulfatlarga uchrab, Mekke'ye kirish uchun bir qancha qabilalardan panoh so'rganda, ular Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni himoyasi ilishdan bosh tortgan bir paytda Mut'im ibn Adi ve uning avlodlari Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemga amonlik berib ve uning atrofini qurolli qorchab, hatto uyga qadar billa olib qo'ydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mut'im ibn Adi'ning bu yaxshiligining tuzi uchun Badri asrlari haqida agar Mut'im ibn Adi oyat bo'lib, bu asrlar haqida menga gap qilgan bo'lsa edi, bularni oshining 100 dan bo'lsa-mu albatta qo'yib yutdim degan. Yana Bani Qurayza Yahudilari asrga tushganda Sabit ibn Qays Yahudi asrlarda Zubayr ibn Batani va uning balachaqa mol-mulklarini Rasulullohdan tilaydi. Shunda Rasululloh ularni shuningga hadiya qiladi. Chunki Zubayr degan Yahudining sabit qilgan ma'lum yaxshiligi bo'lgan ekan. Shunda Sabit ibn Qays Zubayr degan Yahudiga Rasululloh menga seni va sening barliq ta'alluqotingni hadiya qilib etdi. Endi bu narsalarning hammasining deydi. Zubayr degan Yahudi o'z qavmining bir butun o'ltirganligini uqib, "Ey Sabit, mening o'z vaqtida san qilgan yaxshiligimning o'rimi uchun meni do'stlarim qaytarsang" deb hayot turishning o'rniga o'limni afzal ko'rib qavm bilan bildirdi. Agar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, sahobalar va salaf solihlarning muruat bobidan so'zsak, ko'p shundoq uzrab ketamiz. Endi yaxshilikni bilmagan kishiga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qanday muomala tutgan degan kelsak, Badr kuni she'r talanti bilan tonilgan Abu Izzal Jumahi asrga tushganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uning kambag'alligi va uning qiz bolalarining ko'pligini nazar tutib, bundan keyin Rasulullohga va musulmonlarga qarshi hech ahdiga yordam bermaslikka ahd edib to'lamsiz qo'ydi. Lekin bu qora yuz o'zining she'r talanti bilan mushriklarni Rasulullohga va musulmonlar qarshi urush targ'ib qildi va o'zimi to'liq qo'ralib Uhud urushiga chiqib, yana asirga tushib qolganda, "Ey Muhammad, mening gunohimdan o'tgan, menga yana bir qatam yaxshilik qilgan, qizlarim uchun bo'lsa meni qo'yib etgan. Men senga ikkinchi qatam qarshi harakat qilmasga ahd beray" deb yolvurganda, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Yo'q, endi sening Makkaga sog'-salomat qaytib berib, Muhammadni ikkinchi qatam yana oldirib etdim deb peshonani silab, ko'klarni tarab yurishingga yo'l qo'yilmaydi. Mu'min odam chayon chaqqan to'shga ikkinchi qatam qo'l solmaydi" degan mashhur hadisi bilan shoir Abu Izzul Jumahining gadiniga qilich chapqizdi. Bu muruat, ya'ni odamgarchilik shuning uchun muhimki, biz bu babga xomroq ekanmiz. Jihad maydonida boshqa qarindoshlarimga o'xshash, menga ba'zan ahli ilmlar bilan uchrashish fursati tug'ildi. Mana mushu qisqa fursatda ulardan sizlarning bizdan his qilgan kamchiligimiz nimadir degan savolni so'rab oldim. Ular bizning bir qancha ortiqchiligimizni tilga olgandan keyin bizning muomalaga sal xomligimizni, odamgarchilikka sal diqqat qilib qo'yishni tavsiya qilib qo'ydi. Bizning muomala jihatdagi xomligimiz ko'p afsus bo'lsinki, talib ilmlarimizda ham mavjudligidir. Albatta buning asosiy sabablaridan talib ilmlarimizning vatandagi o'qishining maxfiy va bikinma holat ilib berilib, har vaqt xalqdan orilishdan mahrum qilish va Xitoyning har xil cheklash siyosatidir. O'zimizning muomala xomlikin desam,
zamonimizga butkul jihod o'lmalar, hatto jihod maydoniga kelmaganlarning ham e'tirofiga erishgan ustoz Abu Musab Suriy, mayli uning Sovet Afg'onistonga tajovuz qilib kirgan vaqtidagi Afg'on arab hayoti, Aljeriyadagi jihod va keyingi Aljeriya jihodining takfiriy aqidasiga o'tkazishni o'z ko'z bilan ko'rgan vaqti. Mayli u hozirgi Bashar Asadning dadisi vaqtidagi Suriya jihodi va keyingi Asad bostirgan Hama fojiasi, Amerikaning Afg'onistonga tajovuz qilib kirish bilan boshlangan uning ikkinchi qitimliq Afg'on arab hayoti bo'lmasin, bu ustoz ajoyib bir so'zni qiladi. Ustoz deydi: "Men jihod tarixida qo'li qurol olgan mujohidlar xalq bilan chiqish olmaydigan bir toifani ko'rib boqmadim. Bular hech kimdan chiqish olmaydi. Nega bor xalq bilan surkilishidi. Bu Qur'onni ko'rganimda bishim piridi qo'ydi. Xalq bilan chiqish olmaydigan bizlarmikin desam, bu ustoz bu sohada arablarni mutlaqilib odamning yo kulishini bilolmaydigan, yo yig'ilishini bilolmaydigan misollarni oladi. Mayli qanday qilib bo'lmasin, o'zimizning xalq bilan bo'lgan munosabatimizni ilgari surmiz deydiganmiz, bir tarixiy haqiqatni bilishga to'g'ri keladi. Siyosiy tarixshunoslar Chingizxonning askariy g'alabasini tadqiq qilib, Chingizxonning askariy jihatdagi g'alabasi uning o'z askarlarini xalq bilan aralashtirmaganligida deb yakunlagan. Chunki Chingizxon yetaklangan Mo'ng'ul askarlari jangga moyir, botir bo'lgan bilan o'z boshqa yerdagi xalqlarni yetaklab ma'nodan kuchli ideologiyaga ega bo'lmagan. Bular qachonki xalq bilan aralashmay askarlarning hayotini saqlagan holda chigara-chigaradan bismangan bo'lsa, otdan tushib xalq bilan aralashgan vaqtda islom yurtiga borganlari musulmon bo'lib ketaylik, xristian yurtiga borganlari xristian bo'lib ketaylik. Ammo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ilohiy ko'rsatma orqali tarbiyalagan sahobalarni xalq orasiga qo'yib o'tgan. Mana o'ziga ham muhojir, ham da'vat sifatini o'zlashtirgan sahobalar jamiyatning yetakchilariga aylangan. Shundaqla bular ig'izdan chiqqan gapga ega bo'lish, ahdida turish, odamgarchilik, amal bor, boshqalardan bir narsa so'ramaslik, muomala xususiyatlarda xalq ichida hurmat va haybatga sazovor bo'lgan. Mana bugun biz shu salaf solihlarga erishib, jihad maydonida xalq bilan olishib yuribdimiz. Albatta, qiyinlashlarimizning ko'p ortiqchiligi bor. Shundaqdimi biz o'zimizning odamgarchilik, muomala sohasiga ko'z yugurtib boqaylik. O'tib ketgandan ibrat elish yoki boshqa nomlarni ko'rish emas, balki ochiq bo'lsa o'zimizda ko'rilganlarga ham qaraylik. Birinchi, bir hamshirimiz bir qizni vatandan ilib chiqib, necha yil beqib to'y yeshib ketganda elchilar kirgilik. Kirgan elchilarning ba'zilari u qizdan ayrim ko'rishib, u baqqan onasining uningga vali bo'la olmaydiganligini, shundaqla desam ig'zim kuydigan gaplar bilan suhbat o'tkazgulik. Bu xabar damolam etganda damolam onaning baqqan haqqini, odamgarchiligini deb qattiq chiqib ketdilar. To'g'ri, oyat hadisning ro'yi bo'yicha baqqan onasi vali bo'la olmaydi. Ammo odamgarchilikdan onaning baqqan haqqini nega gapiramiz? Ikkinchi, vatanlik vaqtimda havonimizning qizlarga noit chichilib ko'pib da'vat qilib qoldim. O chaqlarda havonimizning qizlarga gap qilaverdim. So'rda oyoqlashgandan keyin meni ayrim tortib, o'zgirib ketibsan deydi. Meni sallaydi. Ondan sen namoz o'qimaydigan vaqtingda hozirgidek chichilango yenik emas eding. Namoz o'qgandan keyin mijozing o'zgirib ketdi deb bo'lgandan keyin amal bor jamiyatga namoz o'qiydigan bolalar bilan aralashma. Ansak bular masjid cho'nglar bilan, jamiyatda xalq bilan uyda ota-onasi urug'-tuqqanlar bilan chiqish olmaydi ekan. Yana sizlarni o'zaro bir-biridan chiqish olmaydi deydi. Bu rostmi deydi. Sukut qilib turib oldim. Gapini ulab, jamiyatda sizlarni nima deydiganligini bilamsan deydi. Bilmaydi ekanman desam, sizlarni yeydiganlar deydi. Yeyishda dong chiqarib o'tdinglar. Jamiyatda yo'g'on semizlar sizlar, xuddi ichlikchilardek. Qara Xitoylarga asosiyatdan qo'shqi yo'q. Yo'g'on qo'shsaq semizadan nima ish qila oladi? Qiyndoshlar, jamiyatliklar bizni qiyndoshlar deb ataydi. Qiyndoshlar oshxona yoki biror yerda o'tirsa, yo yeganning gapini qilgan, yo ayol kishining gapini qilgan, uyalmamda. Olsam yeyish uchun shahar otlayotgansa, bu rasmo deydi. Nomusdan o'ldim. Oxirida o'g'il bolaga ko'p gapning yarashmaydiganligini, burunqida kam so'z zaltimni saqlab qolishimni, boshqalar chechilib ko'pib so'zimay, balki oldirmay o'g'irlik so'zishimni agar bundoq bo'lmaganda boshqalarning nazaridan tushib ketganligimni degash, o'zining haqqonchi ilmsiz bo'lsa-mu islomni tushunmagidek, ilmsiz emasligini, faqat o'zining tayyor emasligini, ham ansiraydigan yerlarning borligini aytqach, ems ketdim deb xo'shib ketdi. 4. Bu qiyinlashimizning qanchalik sodda va qiyinlashlarimizga bo'lgan kuyimchaligiga gap ketmaydi. Bir qitim bu qiyinlashim bilan Vaziristonda bir do'konga birga kelib qoldim.
Bu do'konda tamaki bor ekan. Abduqahhor bargancha setayotgan tamaki va yana birisining chekayotgan tamakisini og'zini yulib ilib, hammasini qo'shib, dasab izib, pulini tashlab qo'ydi. Shuning bilan do'kon ichi varang-churung, urpisha to'shib, faqat o'zaro qurol ko'tarishmagan yerlam qoldi. 5-chi bu anglachinarlikqa. Ushchaq motorimni g'aqirtib, untashab ketayotsam, pat-pat g'amon qiladigan pensiyaga chiqib, uyda damilayotgan bir yashan odam yo'lda meni chaqirib, shuning bilan motorim to'xtatishimga yechnim yo'q. Agar mendek odam bo'ladigan bo'lsam, haqasining terisini ta'tir so'ydan bilib qo'y. Men odamning terisini ta'tir so'yishini bilaman deb nayta tilg'alg'isiz gaplarni qildim. Agar gapni qilib qolsam, uning bu alfozni men uritish aniq. Nima bo'ldi ekan deb keyin surishtirsam, bu kishining birga o'qiganmi yoki burun xizmatdosh bo'lganmi ish qilib, G'uljida yaqin bir do'sti bor ekan. Bu do'sti bir kuni mastikidimi yoki o'nliqidimi telefon qilib, bu og'insiga yig'lab turib, ichin to'kibdi. Ishi bir yerga berib qolganda bu kishini yig'latgan nima ekan desanglar, bu kishining bir qizi bor ekan. G'uljida ishtoat bilan to'nilgan bolalar bu qizga uning ota-onasining kommunist ekanligini, shunga ota-onasi ishtoat qilsa bo'lmaydiganligini aytib, bu qizni uydan chiqarib birisiga nikohini qo'yibdi. Shundan qizga chidamgan bu dada bir tarafdan rasvatchilar ko'ziga yosh olsa, yana bir tarafdan onasining kunda yig'lagan yig'isiga chidamay, bu do'stiga telefon qilib, yig'lab turib, dardini to'kagidek. Shundan bu do'stining yig'isiga chidamagan bu og'insiga yo'lda men uchrab, ochchig'ini mendan ilg'ilaq. Mandaqcha aytganda, yemigashning pulini to'laydigan. Agar mushning o'xshash voqealarni g'uljiqlardan so'raydigan bo'lsanglar, bo'ldi, u gapni qilmanglar deb sizlarni rad qilib o'tishi ham mumkin. Endi ishda to'g'riliq ozroq gap qilishga to'g'ri keladi. Bu ishda takfir aqidasining vatanimizda nomi o'zgargan holda o'tirib chiqishidir. Takfir aqidasi haqida to'xtalish maqsadim emas. Bugungi kunda takfir aqidasi to'g'riliq to'xtalish xuddi Iroqdagilarga qaratgandek tuyg'uni berib qo'ydi. Shuning uchun Abu Musab Surayning 2004-yilda bitgan Alamiy Islomiy kurash chaqirish degan kitobidagi takfir aqidasi degan mavzuga murojaat qilsa bo'ladi. Chunki 2004-yilda va uning oldinda Iroq Al-Qoidaning bayt ostida jang qilyapti. Shunga bu kitob qaratmoqdan xoli. Abu Musab Suray takfir aqidasining Jazoir va shuning o'xshash nurg'un yerlarda ummat keltirgan ziyni va fojiasini bir qur aslab o'tgandan keyin bugungi kunda takfir aqidasining xalq orasiga yamrash manbasini istixborot organlari deb yozadi. Shundaqla bugungi dunyoda takfir aqidasini tarqatishga eng ko'p tajribaga davlat Saudiya deb tilga oladi. Intayin sodda Alloh va uning rasuli uchun o't bo'lib yonadigan musulmon yoshlarini tutib akirib, ularni har xil usulda qiynaydiganligi va shularning ko'z oldida Allohga va uning payg'ambarini haqorat qilish va tillash, hatto bu o'ti yurak yoshlar Saudiya hukumatini, uning o'limalarini va uningga xizmat qilayotgan barliq askar soqchilarini kofir desin. Qachonki bu yoshlarning qalbida Saudiya Arabistonining kofir, murtad hukumat ekanligiga shak qilmagan va sinoqni o'tkazgandan keyin ularni qo'yitish. Nima uchun Saudiya va uning istixborot organlari o'zlariga kofir, murtad degan hukmning yoshlar tarafidan berilishiga buncha bola kuch chiqir degan kelsak, ummatning qalbisidagi Amerika va uning ittifoq ta'siri yo'qolmaguncha ummat bosh ko'tara olmaydi degan fikrdan Saudiya va shuning o'xshagan murtad hukumatlar yo'qolmaguncha ummat bosh ko'tara olmaydi degan fikr keltirish. Ya'ni ummatni o'ziga o'zini silish. Shunga Abdullah Azam va Shayx Osama Afg'on jihodida mujohidlarni amal bor xalq bilan birnimdashib qolmaslikni kitoblarda va da'vatlarda ko'p ta'kidlagan. Shundaqla Amerika va uningga xizmat qiladigan islom elleridagi istixborot organlari masalaning tigi-takdan toza atrofli tushunib yetolmaydigan, Alloh rizoi uchun hech kimni aymaydigan fidokor o't yurak yoshlarning sodda aqidasidan foydalanib, ziddiyatni yerlik hukumat va xalqqa yo'tkab qo'yishdan ham bo'shib qolmagan. Mana G'ulji vaqasi hukumatga va hukumatning diniy siyosatga qarshi ko'tarilgan edi. Keyin bu qarshilik yerlik hukumat amaldorlariga va uning xizmatchilariga, ondan xalq ichiga yo'tkilib ketdi. Bular bir tarafdan rafiyat, omin masalalar bo'lsa, yana bir tarafdan kimlik, uy xiti, yer xiti, pasport ishlatish masalalar edi. Shundaqla Xitoy istixborot idoralarining xalq ichiga maqsadli holda namoz o'qimaganlar kofir, kofirni kofir demasan, sen kofir degandek kitoblarning keng tarqalishi. O'zimni mushu mazmundagi kitobni birinchi tarqatib o'tgan. Hozir shu ishlarni o'ylasam ko'p afsuslanman.
Shunda qilib takbir aqidasining itoat degan nomda vatanimizda o'ttirg'i chiqishi xalq tarafidan kaskin holda Eliq avvalımızın qızının namaz okugan balalar aralashma degan so'zi bo'lsa, yana birisining agar men boshliq bo'lsa, maqasining terisini ta'tir so'ydim degan so'zi bilan rad qilindi. Amniyatda xalq Abu Musab Suriyga o'xshash ustozlarning takfir aqidasining istixborot organlaridan chiqadigan pash qilgan kitoblarini ko'rgan emas. Shundaqla sodda xalqimiz takfir aqidasining itoat degan nomda o'tirg'i chiqarilishini hargizmi Xitoy istixborot idoralarining ishi deb bilmaydi. Nima uchun? Xuddi Abu Musab Suriya aytgandek, bu kufr istixborot idoralari o'zining maqsadiga yetishda bir bo'lib o't yurak pido yoshlarni qalqon qilib ulug'lab. Shundaqla keng xalq ommasi Alloh rizosi uchun etilishqimi, bir umr turmada yetishga rozi bo'lgan bu yoshlarning ish-ichida ixlos bilan qilgan da'vatlarini anglaganlarda bu yoshlarni istixborot idoralarining suiqasd uchrab ketibdi deb qandoqmi shunday o'ylayolsin. Ham bu yoshlarni xalq ichida ziddiyat kuchaytirayotgan da'vatlarini Qur'on hadisning ko'rsatmasi bo'yicha qildi ham hargizmi istixborot organlarining qapqini dasidim deb bilmaydi. Mana Xitoy istixborotlariga o'xshash idoralar maqsadlariga yetishda bir turkum o't yurak yoshlar orqali keng xalq ommasining ko'zini bog'lab ularni sehrladi. Ham keng xalq ommasi hukumat qarshi ko'tarilganda bu qarshilik manbasini o'zlari izlashning o'rniga bu ziddiyatni xalqning orasiga chechib, bularni bir-birisining terisini ta'tir so'yishga ilib bordi. Ular bu yeni mikrlarni parasat deb bilamdigandi. Endi muruat to'g'risidagi joyimizga kelsak, kitoblarda yozilganidek muruat odamgarchilik, mardlik, oliyjanoblik va o'g'ilbaldorchilik deb izohlaydi. Shundaqla bir siyosiy yoki da'vat ishlari bilan shug'ullanuvchining o'z xalqining tushunishini o'ziga hozirlashga tegishli muhim oldingi shartlardan deb qaraladi. Shunga ulamolar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam arablarni qattiq tushungan deb yozadi. Chunki arablar shon-sharaf uchun hech narsa aymaydiganlar dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abu Sufyanning qizi mu'minlarning onasi Ummu Habibani o'z nikohiga olganlik xabari uning dadasi Abu Sufyan aytganda, Abu Sufyan atrofga qarab Muhammad o'g'il baldaşlıq bar adab atrofdagilarga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning fazilatini bo'yniga oldi. Makka fath kuni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Quraysh jamoasidan meni sizlar o'zingizlarga nima ish qiladi deb o'ylaysizlar deganda Qurayshlar sen mard qilishimizning o'g'lisan deydi. Ketinglar hammalar azod deydi. O'z izzat hurmatiga shunchalik diqqat qilgan arablar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldiga bo'yan egib berishdan siqilib qolmagan. Chunki jamiyatimiz bo'ynini egib kelgan kishilarga cho'rlab-cho'ylab yana oldimi kelding'o deb ma'ni qaraydigan nomard kishilardan xoli emas. Agar bilinsa bir kishining oldiga bo'yin egib berish unchalik oson ish emas. Shunga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdagi odamgarchilik, mardlik, oliyjanoblik va o'g'ilbaldorchilik boshqalarning uning oldiga bo'yin egib berishdan siqilish his qildirmagan. Endi o'zimizga qaraydi. Mana yiliqi hamshirimiz boshqalarning qizini vatandan ilib chiqib, yeshiq yetganda bu qizolni ayrim tortib boqqan onasining unga va'da bo'la olmaydiganligini aytgan talib ilm Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki murvat babini ko'rmaganmidi. Bu qiz bilan ayrim so'zishninki hamshirimizning izzat obro'yiga ta'sir qildiganligini bilmamdiganda. Yiliqi itoatdagi boshqalarning qizini ota-onangga itoat qilsang bo'lmaydi deb uydan ilib chiqib nikohni o'qitayotgan yigit mayli bu ota-ona o'g'riyan chiqchi bo'lsin, mayli maxsus musulmonlarga ziyankash qiladigan birisi bo'lsin, lekin ularning farzandlari ustida haqqi bor. Kechilar uxlamay cho'ng-kichik hojatlarini tozalab, yig'ilsa uyg'onib, allay itib boqqan jafosi bor. Mayli bu yigit bu ota-onani qaysi bir oyat va hadis bilan kofirga chiqarsa-mu, lekin odamgarchilik yuzidan elchi kirish yo'li bor. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya